Choy ichib oling. Qanaqa choy? Tinchlantiruvchi choy. Farhod aka. Oyjonga aytmadingizmi? Siqilib kasal bo'lib qolishlarini xohlamayman. Sen ham aytib qo'ymagin, xo'p? Ayta olmayman. Balki to'g'ri aytyapsiz, aytish kerak emas. Sizni o'rningizda men bo'lganimda ham shunaqa qilardim. Dadajonni o'zlari qaytib kelib qolarlar. Yana hammasi iziga tushib ketar. Ochig'i, bilmadim. Bilmadim. Menimcha bu ayol bilan kamida 5-6 yildan beri shuncha paytdan beri bilmaganimizni qara. Balki bundan ham ko'pdir. Oyim ham sezmaganlar. O'rtada bolasi bor, tushunyapsanmi? Bolasi. To'g'ri. Bir deganda qaytarib olib kelardim. Agar o'sha bolasi bo'lmaganda ham. Lekin dadam bir umr qizlari bo'lishni orzu qilgan. Qiz farzandidan kechib kelmaydi. Dadamni bilaman. Oyim boshqa farzand ko'ra olmadilar. U ayol ko'rdim. Qizini ko'rdingmi? Dadamni o'sha qizi bilan bog'lab olgan. Namuncha qorong'i bu yo'llaring. Meni qayerga olib ketyapsan? O'g'lim. Dada. Dachaga ketyapmiz, dachaga. Sizni o'sha yerda topa olishmaydi. Bezovta qilishmaydi, dada. Hech narsa qilmaymiz, dada. Menga qara, dachada nima qilamiz? Biz o'sha yerda yashaymiz. Chiroyli joylarmi? Menga qara, yomon xotin u yerda bilmaydimi? O'zingiz bir paytlar dam olaman deb olgandingiz, dada. Ha, dada. Chiroyli hovli. Sizni ham meni ham tinch qo'ymassiz, dada. Dada, yo'q dada. Oyim u joylarni bilmaydi. Ulardan qochmasak bo'lmasdi. Uni o'zi nimaga qamab qo'yadi buning? Pul, dada. Dada, hammasini tagida boylik bor, boy. Men unga nima yomonlik qilganman? Dada, shuning uchun olib ketyapman-da sizni. Faqat ustimdan qamab qo'ymasin. Ovursin. Meni tinch qo'ysin. Siz merosni qaytarib olishingizdan qo'rqyapti oyim. O'sha pullar o'zi menikimidi? Nimaga pulimni olib qo'ygan? Hozir oyimga o'tgan hammasi. Ha dada, hamma pullar sizniki bo'lgan. Yo'q, shunaqa bo'lganmi? Sog'lom bo'lganingizda oyimga 1 so'm bermasdingiz. Xotirangiz ketib qolgan uchun dada. Uzoq yo'l ekan-a. Ha dada. Qayerga ketib qolish mumkin? Eshik qulf edi-yu. Kim olib ketdi? Kiyimlar ham yo'q. Bu yerda ham yo'q. Qayerda bo'lish mumkin, ha? Yerda ham yo'q, go'rda ham yo'q. Ey Xudoyim. Sardorga qo'ng'iroq qilay-chi. Aniq. Kimdir olib chiqib ketgan. Qayerdan topaman endi? Qayerda yuribsan? O'rtoqlarim bilan Toqqatachaga ketyapman. Dam olish. Sardor? Allo. Otang uyda yo'q. Akam olib ketgan bo'lsa kerak. Kalti kim bergan? Qanaqasiga? Kimdir olib chiqib ketibdi uydan. Menimcha buvimni olgan bo'lsa kerak. Yaramas, akang. Sen qachon kelasan? Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Qallan men bilan urush ochishdimi? Militsiya hech narsa qila olmaydi, oyi. Faqat kelib tergov qiladi. Militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Hozir yo'lga chiqib qolaman, oyi. Bo'pti. Bo'lmasam tezroq kelgin. Bu gaping ham to'g'ri. O'z aybdor bo'lib qolasiz, oyi. Xo'p, oyi. O'z bolam o'zimga dushman.